Assalomu alaykum akalar. 2025da eng ko'p sotilgan notebooklarimizdan kelgan, hammasidan kelgan. HP modeli sizlarni, Zimpad modeli sizlarni, Surface modeli sizlarni hammasidan kelgan. Endi bular bitta azurlarni qiladigan bo'lsam, Surface'dan mashinalarni. Surface'da ekrani 15:6 bo'ladi. Ekranlari sensor. Bu prosessorlariga keladigan bo'lsa, i5 10-avlod 16 GB operativasi bor. 256 tezkor xotirasi bor. Ishlashlari zo'r. Garantiyali chiqadi. Ingichkalik yetda ham ko'rishasizlar. Bu narxiga keladigan bo'lsa, atiga $330. Holatlari siniq. Rabotchi holatda yangidek. Bundan keyingi obzorlarimiz endi zibotlar bo'ladi. Endi bularda bitta отпечатkalari ham bor, bitta qo'shimcha mishkalari ham bor. Endi bu prosessorlarga keladigan bo'lsa, i7 10-avlod 16 GB operativa bor, 512 talik tezkor xotira. Bunda ekranlar sensor bo'lmaydi. Ishlashlari tez. Holatlari ideal holatda. Bu narxiga keladigan bo'lsa, atiga $300 qilib beriladi. 12 ta viloyatga dastavka bor. Endi buni 15:6 ekranligi ham bor. Bundan oldingisi 14lik edi. Endi bu prosessorlari i7 11-avlod 16 GB operativasi bor, 512 talik tezkor xotirasi bor. Holatlari tiniq holatda, garantiyali chiqadi. Отпечатkalari bor, bitta qo'shimcha mishkalari ham bor. Bitta pasvetkalari ham bor, kilometr pasvetka. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Holatlari yaxshi. Bu narxi $320 chiqadi. Bittasi 14lik ekran, bittasi 15:6. 14ligi $300, 15:6 $320. Pastga raqamlar qo'yib qo'yamiz. O'sha raqamlarga telefon qilsalaring yo Telegramdan yozsalaring, hamma to'liq videolarni, to'liq rasmini tashlab beriladi. Endi bunisi HP 14lik ProBook'dan bo'ladi. Hozir ozroq qoldi. Endi bu prosessorlarga keladigan bo'lsa, AMD Ryzen 5 bo'ladi. 5000 seriyali 16 GB operativasi bor, 256 tezkor xotirasi bor. Отпечатkalari ham bor buni. Kilometr tayda pasvetkalari bor. Hamma notebookimizda kilometr tayda pasvetkalari bor. Bu narxiga keladigan bo'lsa, atiga $300. Endi o'z Zimpatlarga keladigan bo'lsa, buni ekranlari sensor bo'ladi. AMD Ryzen 5 Pro bo'ladi. 3000 seriyali 16 GB operativasi bor, 256 tezkor xotirasi bor. Ekranlari sensor. Bitta отпечатkalari ham bor, bitta qo'shimcha mishkalari bor. Endi bu narxiga keladigan bo'lsa, atiga $250. Bir oy garantiya bilan chiqadi. Endi narigisi. Zaryad oz qoldi. Bunisi i5 12-avlod bo'ladi. 16 GB operativasi bor, 256 tezkor xotira. Ekranlari sensor bo'ladi. Отпечатkalari bor. Bitta qo'shimcha mishkalari bor, bitta mishkalari holatlari tiniq holatda garantiyali chiqadi. Bu narxi $320. Ekranlari sensor bo'ladi. Ekranlari 14 dyuym bo'ladi. Endi Dell bor. Dell ekranlar 14 dyuym bo'ladi. Bu prosessorlari i7 11-avlod bo'ladi. 16 GB xotirasi bor, 16 GB operativasi bor, 256 tezkor xotirasi bor. Hali bularga ko'piga sistema bosilmagan. Ekran 14 dyuym. Hozir prosessorlarni ko'rsatib ketaylik.
Mana aytganimdaqa 7-11-avlod 16 GB operativkasi bor. 256 li Tesla xotirasi bor SSD. Bu narxi keladigan bo'lsa, bu narxi $280 chiqadi. Endi bu yerda 14 li bitta Zimpad notebookimiz bor, ekranlar sensor buni ham. Bu prosessorlari kuchli yaxshisidan. i7 11-avlod 32 GB operativkasi bor. Ancha kam pullarda yo'q. 32 GB operativka. 512 li Tesla xotirasi bor, ekranlar sensor. Bu narxi 12 ta viloyatga bepul, hamma notebooklarimiz bepul chiqadi. Bu narxi atiga $340. Endi keyingisiga keladigan bo'lsa, Lenovo Zimpad bo'ladi bu ham. Buni zaryadi yo'q ekan. Buniki prosessori AMD Ryzen 5 3000 seriyali bo'ladi. 16 GB operativka, 256 li Tesla xotira. Atpechatkalari bor. Telegramda yozsalaring, to'liq videolarni, to'liq rasmlarni, saslanlarni tashlab beriladi. Bitta qo'shimcha mishalari ham bor. Endi bu narxiga keladigan bo'lsa, $250 atiga. Keyin hamma so'ragan 2025-yilda eng ko'p sotilgan notebooklardan bittasi ProBook degan model, ekranlari sensor, 360 gradusga aylanadi, planshet qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Bu prosessorlari AMD Ryzen 7 Pro 5000 seriyali 8 GB operativkasi bor, 256 li Tesla xotirasi bor. Planshet qilib xohlagan ishlarni qilsalaring bo'laveradi. Bu yerda atpechatkalari bor, holatlari tiniq holatda. Bundan akalar ikkita bor, $330 dan qilib beramiz. 12 ta viloyatga bepul dastlabki. Ikkalasi ham bir xil saslanadi. Mana bu ham AMD Ryzen 7 Pro 5000 seriyali 8 GB operativka, 256 li Tesla xotirasi bor. Holatlari tiniq. Bundan keyin Elibox degan modellar. Prosessorlarga keladigan bo'lsa, buni ekranlar sensor bo'ladi. AMD Ryzen 5 Pro 3000 seriyali 16 GB operativka, 256 li Tesla xotirasi bor. Bundan atpechatkalari bor, mishkalari bor. Qo'shimcha bittadan mishka qo'shib beriladi bonusga. Hamma notebookga bittadan mishka qo'shib beriladi. Qo'shimcha bitta mishkalari ham bor. Endi bu narxiga keladigan bo'lsa, narxi $250. Bundan keyingi notebookimiz ProBook bo'ladi. Atpechatkalari bor. Endi bu prosessorlari AMD Ryzen 5 4000 seriyali bo'ladi. 16 GB operativkasi bor, 512 li Tesla xotira. Bunda ekran sensor bo'lmaydi. Bitta kamerani o'chirib qo'yadigan joylari bor, hammasida bor. Bu atpechatkalari bor. Bu narxi atiga $260. 12 ta viloyatga dastlabki bor. Telegramda yozsalaring, pastga nomerlar qoldirib qo'yamiz. O'sha nomerlarga telefon qilsalaring, to'liq ma'lumotlar tushuntiriladi.